Assalomu alaykum. Qo'qon Kulpinoy obunachilari. Yaxshimisizlar? Charchamayapsizlarmi? Ko'chatlarimizning holati. Kommentariyada ko'pchilik ko'chatni qanday qilyapsiz? Shular to'g'risida ham bir ma'lumot bering deyishadi. Shular to'g'risida hozir ma'lumot bergani video qilyapmiz, xudo xolasa. Videomizni boshladik. Assalomu alaykum, rahmatullohi va barakatuh. Bugun 14-iyul 2025-yil. Ko'chatlarimizni tugaychalari, stakanchalari. Ular chirinda plus begomiz aralashmasidan qilingan 8 ga 10 yoki 8 ga 8. Mana bu bizni chirindimiz, plus begomiz. Mana ular stakanlarimiz. Sakkizga 8 ekan. Xitoyniki. Mana qancha kasetalarimiz ham bor. Bunga qiyanimiz yo'q, faqat stakanga qilyapmiz. Ko'chatimiz yaxshi shuning uchun. Keyin bizga istirgani sim kerak bo'ladi. Simlarimiz mana bunday holatda bo'ladi simlarimiz. Bu simlarda metroviy simlar bo'ladi. Kesib olamiz. Stakanimizga mana shu holatda namlab olganmiz. Bunga bitta haligi tayyorlab qo'yganimiz. Mana shu bilan ekamiz. Ko'chatimizning holati mana stakanimiz. Mana shunga mana shu holatda qistiriladi. Ko'chatlarimizning hozirgi holati. Kommentariyada yozib, like bosib, podpisatsiya qilib ulashib qo'yinglar. Kim ko'p ulashib, podpisatsiya qilgan bo'lsa, sovg'amiz bor. 1 kilo Kulpinoy konteynerga joylab, yo'l kirosini to'lab, butun O'zbekiston bo'yicha jo'natamiz. Xudo xolasa, kim ko'p like bosib, kommentariy yozsa, obunachilarimiz sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Keyin bu Kulpinoy bizga yetib boradimi? Qoraqalpog'istonda bo'lsa edi siz. Bu Kulpinoylarimiz yo'lga chidamlik, alba Italiya sorti. Yo'lga yaxshi. 4-5 kungacha o'zini holatini yo'qotmaydi. Like bosing, 1 kilo biz jo'natamiz. Assalomu alaykum, rahmatullohi va barakatuh. Sog' bo'linglar.